Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, korxonamiz obunachilari. Mana navbatdagi baliqchi Kerakli mahallasidagi loyihamiz yakuniga yetdi. Xudo xolasa mana 123 kvadrat bo'lib ketdi. 95 kvadratli ichkarida o'zi edi, tashqari ham qo'shilib ketdi. 123 kvadratli obyektimiz yakuniga yetdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Sulton Tays Qoratepa bardurlar bilan berdik. Suvlarni oqizib chiqarib berdik. Endi uyni remontiga qarab fason tanlashni granitlar bilan qildik. Ko'rishlaringiz havolarni har bir ishimizda ko'rsatamiz, chekkalarni boshlaymiz. Ba'zi ustalar oxirgi bormidida yarim rastorga to'ldirib qo'yadi. Biz mana tagigacha kesib, yana ozgina ochig'ini ham bunaqa zamaskalari bilan yamab, oqsemen bilan, oqsemen bilan yamab, bekitib, chiroyli qilib topshiryapmiz mana. Uydagilar ham xursand, hoj boyamasa duo qilyapti, xursand.